Davriy sistemada hozirgi kunda 118 ta element mavjud va bu elementlar ikki toifaga – metallar va metalmaslarga bo'linadi. Lekin ularni bir-biridan qanday qilib ajratamiz? Buni yo'li oson. Ularni bir-biridan ajratib turuvchi xususiyatlari mavjud. Ana endi men sizga mana shu xususiyatlarni sodda tilda tushuntirib beraman. Metallardan boshlaymiz. Birinchi xususiyat – yaltiroqlik. Nima uchun kumush va oltin ko'zimizga chiroyli ko'rinadi? Chunki ular yorug'likni yaxshi qaytaradi. Ikkinchi xususiyat – issiqlik va tok. Nima uchun qizigan qozonni ushlaganimizda qo'limiz kuyadi? Chunki metallar issiqlik va elektr tokini juda ham tez yugurib o'tkazadi. Uchinchi xususiyat – shaklni o'zgartira olish. Temirni ursangiz u sinmaydi, lekin egiladi. Metallarga misol qilib temir, oltin, kumush kabi elementlarni keltirishimiz mumkin. Metalmaslar. Birinchi xususiyat – mo'rtlik. Agar metalmas qattiq holatda bo'lsa, misol uchun ko'mir, urganingizda parcha-parcha bo'lib sinib ketadi. Metallarga o'xshab egilmaydi yoki shaklini o'zgartirmaydi. Ikkinchi xususiyat – ular izolyatorlar. Nega simlarning sirti plastik bilan o'ralgan deb o'ylaysiz? Chunki metalmaslar elektr toki yoki issiqlikni o'tkazmaydi va bizni xavfdan himoya qiladi. Metalmaslarga misol qilib uglerod, kislorod, azot elementlarini misol qilish mumkin. Bizning tanamizda ham metallar va metalmaslar mavjud. Misol uchun qonimizdagi temir, suyaklarimizdagi kalsiy yoki tanamizning asosiy qismini tashkil etadigan uglerod. Umuman olganda bizning tanamiz katta kimyoviy laboratoriya. Chunki har daqiqada yuzlab, hattoki minglab reaksiyalar tanamizda sodir bo'ladi. Umid qilamanki, bu video ko'pchilikka foydali bo'ldi. Agar sizda yana qandaydir savollar qolgan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. Men albatta ularga javob beraman.